Ustoz adabiyotni so'z san'ati deymiz, so'zni qudrati, sehri, o'ziga tortadigan qandaydir bir jozibasi borligi haqida ko'p gapiramiz, ko'p yozilgan bizdan oldin ham. Lekin bugungi kunda so'zni qandaydir bir ta'sir kuchi sezilmayotgandaymi, qaysidir ma'noda nolga tenglashayotgandek. Bular haqida nima deysiz? Gapirmang. Haqiqatan ham so'zni qadri tushib borayotgandek. Lekin bu degani butunlay tushib ketdi, so'zdan mahrum bo'lib qoldi, uni ta'siridan mahrum bo'ldi degan xulosaga kelmaydi. Chunki o'rnida topib aytilgan so'z hali hanuz o'z ta'siriga ega ekanligini hayot ko'rsatib turibdi. Ba'zan bilasizmi, otalar, bobolar aytgan so'zlar farzandlarga 20 yildan keyin, 30 yildan keyin yetib boradi. Chunki o'sha so'zni tushunish darajasiga yillar o'tgandan keyin, tajribalar to'plangandan keyin ular qalbi ochiq bo'ladi. O'sha so'zni ta'siri yetib keladi. Yoki bo'lmasam jamiyatda aytilgan tanqidlar ham. Bular ham o'zini agar to'g'ri bo'lsa, halol tanqid bo'lsa, halol so'z bo'lsa, to'g'ri so'z bo'lsa, o'sha masalani mohiyatiga qaratilgan bo'lsa, ta'siri bugungi kunda yapilmaydi. Mana uzoqqa bormaylik, kuni kecha O'zbekiston futbol jamoasi jahon chempionatiga yo'llanma oldi. Necha 10 yillardan beri harakat qilib, mana 34 yil deyilyapti, boshqa deyilyapti. Mana yo'llanmani oldi. Va nihoyat. Shuni qarang, o'sha komandani tarbiya qilganlardan biri, bosh treneri, o'sha Kapadzeni, o'sha bir blogerga bergan javobini eslang. Albatta. O'sha javobida bitta gap aytdi. Biz Amerikaga futbol o'ynagani boramiz. Sizlar muxlislar marojna yeyishgan. Bu so'z kimning so'zi edi? Bir necha 10 yillar oldin aytgan O'zbekning zo'r qiziqchisi Hojiboyev so'zi edi. U ham o'sha jamoamiz o'sha yaxshi o'yin ko'rsata olmasdan, hali O'zbekistondan tashqariga chiqib keta olmasdan, O'zbekistonda qolib ketaverganidan alam qilib aytgan edi. Bizning jamoa hech bo'lmasa o'sha Germaniyaga borib bitta marojna yeb kelsa ham mayli edi degani. Shunda mana shu narsa ko'ryapsizmi, o'sha so'z to'g'ri aytilganmidi? To'g'ri aytilgan. To'g'ri tanqidmidi? To'g'ri tanqid edi. Va o'sha so'z aytilgan paytda Kapadze futbol o'ynar edi. O'zi ham xuddi o'sha bugun komanda jamoani bitta a'zosi kabi o'sha jahon chempionatiga chiqaman deb jon-jahdi bilan futbol o'ynadi. Lekin nasib mana o'zi trener bo'lganda nasib qildi. Lekin o'sha so'zida, o'sha Hojiboyni tilidan aytilgan so'zni ta'siri butun umr o'zini vujudida, qalbida olib yurganligini guvohi bo'ldi. Va mana shu so'z bu bolalarni jamoani tarbiya qilayotganda, ularni shug'ullantirayotganda o'sha so'zni ta'siri ham doim buni qalbida, yuragida yashaganligi, yaxshi ma'noda yashaganligi, yaxshi ma'noda Kapadzega ta'sir qilganligini guvohi bo'ldik. Yo'qsa biz Amerikaga futbol o'ynagani boramiz, sizlar marojna yeyishga borasizlar demasin. Shuni dedimi? Demak, so'z unga doim ta'sir qilgan. Shuning uchun sog'lom tanqid kerak, sog'lom so'z kerak. O'rnida aytilgan har bitta so'z o'zini mevasini albatta beradi. Bo'ladi.